Xotira muqaddas, qadrlash savobdir. Osoyishta va tinch hayot uchun kurashganlar yurtning faxri hisoblanadi. O'zbekistonday jannat makon yurt farovonligi uchun, hozirgi dorulamon kunlar uchun jon berganlar to abad qalbimizda bo'ladi. Tinchlik ko'z qorachig'imizday asraydigan ne'matimiz bo'lsin. Qadr shulkim u yurtda hazrati inson aziz, hazrati inson uchun yaralgan imkon aziz. Inshaalloh hech kimdan kam bo'lmaydi bu millat, erk bayrog'in ko'targan hur O'zbekiston aziz. Kelyapmiz. Ulardan ko'zlangan maqsad nima? Yoshlarimiz bobolarimizga munosib farzand bo'lib yetishyapti. Ular kitob o'qishyaptimi? Kitob o'qigan insongina ilmli bo'ladi. Ilmli kishilargina vatanni sevib oladi. Vatanparvar qachon bo'ladi? Qachonki shu ilmli inson bo'lib yetishsagina vatanga muhabbati yanada ortadi. Shuning uchun jamiki mana maktablarda borib yoshlar bilan uchrashuvlarda o'tkazib, videoroliklar qo'yib berib kelyapmiz. Ikkinchi jahon urushi va fashizmdan ota-bolalar qanday jasorat ko'rsatganliklari to'g'risida ko'rsatib kelyapmiz. Ular o'z ko'zlari bilan ko'ryapti, qanchalik qiyin sharoitlarda bobolari jon berganliklari. Mana shu bugungi yorug' kunlarga shularni bizni mana shu maktablarda o'qiyotgan bolalarda mana shu tinchlik zamonga olib kelganliklarini barchasida shu bobolarimizning mehnati katta bo'lgan. Ularning jasorati qahramon yutmaydi. Bugungi kunda yoshlar hammasi mana shu tinch totuv maktablarda o'qiyapti, ilm olishyapti, bilim olishyapti. Shuning uchun bugungi vazifam albatta yoshlarni vatanga bo'lgan muhabbatini